Bismillah, alhamdulillah, va salatu vassalamu ala rasulillah. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli aziz mo'min musulmon birodarlar, biz 12 mart 2025-yil bahorning ham 12-kuni va oylarning sultoni muborak Ramazon oyining 10-kunida turibmiz, ya'ni 12-kunida turibmiz. Biz turgan bu masjid salkam 100 yillik tarixga ega bo'lgan masjid. O'sh shahridagi Imomata ko'chasida joylashgan Imomata masjidi. Bugungi kunda bizni masjidimiz yangilanib, mana 4 yil bo'ldi, yangi binoda ibodat qilib kelar ekanmiz. Hozir bu tashqariga bir tahoratxona qilish harakatida turdik. Odiljon akamizni bundan avvalgi bir kitoblarini qo'limga olganman. Ancha-muncha uni shogirdlar bilan o'rtada bir dars qilib o'qib o'tgandek ham bo'ldik. U kitobdan biz ancha ilhomlanib, to'xtab qolmasin deb jamoat bilan qilgan duolarimizning ijobati o'laroq deb bilamiz. Bugungi kunda yana bir kitobni hozirgina mana olib keldilarda, men bu kitobdan ilhomlandim. Eng mo'tabar sovg'a bu kitob. Odiljon aka, buni siz yaxshi bilasiz, buni men aytishimga hojat yo'q. Inson qachon zihno bo'ladi desa, albatta bilamiz, salomni qizg'angan, yordamni qizg'angan, yaxshilikni yashirgan odamni zihna deymizda, ammo zihnalarning zihnasi bo'lar ekan. Kim desa, qarang, kitob o'qimagan odam o'ta himmati yo'q zihna odam bo'lar ekan. Endi qarang, sizga bir narsani men berdimda, omonat, bir buyumni. Shuni vaqti kelib agar men so'rasam, albatta siz ko'nglingizga keladi. Ha, endi so'ramay tursa berardimi yoki shunga ham endi bir past ketdimi degan ba'zi xayollarni shayton olib keladi. Ammo kitobni so'rashligim kerak ekan. Deysizda, aka, men bir kitobni sizga o'qib turing deb bergan edim. Qaytarib bering deb so'rashligim bu yaxshi ish ekan. Bu zihnalikka kirmas ekan. Inson kitobga beparvo bo'lsa uni izlamaydi. Kimga berdi, qayerda yotibdi? Kitobni foydalanay deb so'radingizda men berdim. Oradan vaqt o'tib so'rashim kerak ekan. Ikkinchi odobi, berayotganimda shart qo'yaman ekan. Qancha muddatda qaytarasiz? Mana uncha muddatda deganingizdan keyin uchinchi sharti, kitobni qaytarib sizdan omonatni olganimdan keyin shunda ochib turib, kitobni yaxshi mutolaa qildingizmi, Odiljon aka? Ha, qani menga falon betini aytib beringchi, nimani tushundingiz deb so'rashligim kerak ekan. Shuning uchun bizni xalqimizni kitobga, ilmga, ma'rifatga qaytarmagunimizcha ancha-muncha muammolardan boshimiz chiqmay yuraveradi. Men so'zni ko'p cho'zmasdan, hozir biz bu muborak masjidda turibmiz. Avvalo aytib o'tdim, eng yaxshi sovg'a kitob dedik. Undan keyin eng yaxshi sovg'a bu bosh kiyim. Qayerda bo'lmang, bu eng sizni yuqoringizda turadi. Namozda ham, rukuda ham, sajdada ham albatta. Ikkinchidan, bilasiz, qadimda pasport degan narsa bo'lmagan. Insonlarning liboslari va bosh kiyimlari ularni qaysi mamlakatdan, qaysi davlatdan ekanligini bildirib turgan. Shuning uchun biz Qirg'izistonni fuqarosi o'laroq va fidoyi, ya'ni ruschasiga aytganda patriot ma'nosida har doim shu narsani odat qilganmiz, bilasiz. Albatta. Shuni bosh kiyimni sizga men taqdim qilay. Bismillahirrohmanirrohim. Xo'p, mana endi Ko'hna O'sh masjidlari degan kitobni hozir qo'limga oldim. Bu joyda ushbu kitob Imomata Jomi masjidiga va uning fidoi imom xatib Yusufxon domla Zakariya o'g'liga muallif tomonidan tuhfa qilinadi deb bu yerga yozib qo'yilibdi-da. Men endi Odiljon akaga so'zni uzatsam, bu kitob haqida, buni boshlanish tarixi va buni ichida nimalar aytildi va nima maqsad bor, shu bilan va nihoyasida yana keyingi kitobga qanaqa mo'ljal bor. So'z sizda, bismillah. Bismillahirrohmanirrohim. Rahmat domla, avvalo e'tibor uchun. Bu qisqa qilib kitobga keladigan bo'lsak, bu kitobga Ko'hna O'sh masjidlari deganda O'sh shahrimizdagi va O'shga atrofiga yondosh, misol uchun shu shaharga yondosh qishloqlardagi jami bir 50 bitta masjid olindi. Tarixi. Asosan bu yerda eski o'sha Sovet davridagi masjidlarning tarixiga ko'proq e'tibor qilindi. Chunki o'sha mustabid tuzum davrida o'sha dinni cho'g'dek ushlab turgan insonlar, hadisda biz yaxshi degandek, o'sha davrdagi qilingan masjidlarda haligi faoliyatda o'sha mahalda ham insonlar namoz o'qib, shunga xizmat qilgan imom domlalar va jamoatlar to'g'risida yozildi. Masalan, Rabot Abdullohov masjidi, mana Imomata masjidi, bu ham qadimiy masjidlardan, Sarmazor masjidi, To'damaydigan masjidi bo'ladi. Mana hozirgi To'mitan o'rnida bo'lgan ekan. Undan nariroqda
Qillakori degan masjid bo'lgan ekan Majnuntolda. Eshonguzar, Xolxo'ja masjidi, Achamazor, shu bir tarixiy masjidlarda iloji boricha ko'proq e'tibor qilib, qanday paydo bo'lgan va shu kungacha qanday yetib keldi, kimlar u yerda faoliyat ko'rsatgan, umuman shu masjidlarni tarixini bir imkoniyat qo'ldan kelgancha shu bir qog'ozga tushirib qo'yish niyatimiz bo'ldi, shaklga keltirildi. Endi hozirgi masjidlar ham bor, masalan mustaqillikdan keyin 90-yildan keyin masjidlar bor, ularga ham oz bo'lsa ham bir e'tibor berildi. Endi har bitta masjidni o'tmishiga bog'liq qarab nimalar joy ajratildi deyman, shunaqa bor. Imomatda o'zimizni mana men shu jamoatni qavmiman, o'z bilasiz, men doim shu yerda bizning isminimiz mahallam, shu yerda doim asosan 5 mahal bo'lmasa ham jumaga shu yerga chiqib turamiz. Imomatda masjidiga biroq ham e'tibor qilindi yozishda. Alloh rozi bo'lsin. Demak, hozir Odiljon aka, Alloh rozi bo'lsin. Bu juda katta himmat. Kitob yozishda endi mashaqqatini o'zingiz bilasiz. Men shu yoshlarga aytardimki, Odiljon aka, hammangiz kitob yozing demayman, hamma kitob o'qisin. Yo'q deganda shu kitob yozayotgan vaqtini, ko'zini nurini va qancha dunyoviy maishatlardan uzilib, kunini tunga ulab, tunini kunga ulab kitob yozayotgan yurtimizda bir qancha ustozlar o'tib ketdi. Ularning kitoblari omonat qoldi. Bugungi kunda hayot turgan ustozlarimiz, bugungi kunda siz kabi adabiyotga umrini bag'ishlagan kitob yozayotganlarga biz oqibatimiz o'shani o'qish va uni bo'lishish. Men bir narsani aytaman hozirgi yoshlarga, biz bir jumlani bir jumlaga urishtirib o'zi gapirishimiz qiyin. Bo'lgan kechagi voqeani aytib ber desa, haligi nima qildida deymiz. Ammo biz shunda tushunib yetamizki, bu kitobda jumlalarga ulab, maqsadlarni tushuntira ola bilish uchun juda katta himmat va albatta bu Alloh taolo tomonidan bir sungan bo'lishi kerak. Xo'p, endi bu kitobdan o'zingiz bironta joyini ochib turib bir qisqacha qarang. Shunda ochsam Eshonguzar jome masjidi chiqdi. Shu masjid haqida hop o'zingiz ta'sirlangan joyingizni ayting. Bu qarang, ham tasodif. Bu Eshonguzar masjidi o'sha asrimizni boshlarida Huvaydo Eshonni nabirasi, mana shu yerda yozilgan, Ziyovuddin Eshon bobo hazratlarini hovli joyi bo'lgan ekan. Hozirgi Jo'pas ko'chasida Eshonguzar yangi qurildi. Shu Eshonguzar deyilishining sababi ham Eshon buva deb deyilishib, shu nimani Huvaydo Eshonni nabirasi bo'lgan, nabirasilardan bo'lib, shu kishining nomiga o'zini hovlisida ochgan. Bu masjid shu 20-yillarda, 25-yillarda 1925-yillarda yopilgan. Yopilib, buni o'rnini boshqa maqsadlarda foydalangan. Ya'ni birinchi Pravda maktabi bo'lgan, boshlanish. Keyin yana bir Furqat maktabi bo'lgan. Keyin yana hozirgi Ali Murodxon Sobirov maktabi bor, endi sal bu yoqqa jirib. O'sha maktablar bazasida shu Murodxon Sobirov maktabi bo'lgan. Shunda 1900 asha haligi mustabid tuzum tugab, asha istiqlol yillari kelgan 1990-yillarda yana masjidga qaytariladi bu narsa. Masjid o'sha nima? Qaytarilib, o'sha hudud bunaqa katta ham emas hududi. Shu Imomatda masjididan sal kattaroq hudud, unaqa katta emas. Yana o'sha tarixiy masjidning o'rni yana qaytib kelib, o'rniga qo'yildi-da. Bu Eshonguzar masjidi ham qadimiy masjidlardan, shu Imomatda masjididan qolishmaydigan, endi u yerda qalin mahallalar, eski mahallalar. Shu ma'noda Eshonguzar masjidi paydo bo'lgan. Shunaqa ishlar bo'ldi shunga. Alloh qabul qilsin. Salomat bo'lsinlar. Sizni ham ko'p vaqtingizni olmay, Odiljon aka. Bu kitob juda katta bir o'shni, nafaqat o'shni, balki tariximizni va bo'lib ham bu o'shga, ya'ni din qachonlardir kelib ulgurgan va bu O'sh shahrida yashab o'tgan, Qirg'iziston hududida yashab o'tgan el, yurt asrlardir din bilan yashab kelgan degan tarixni bu yerga bitib qo'yibsiz. Bu juda katta mehnat. Alloh taolo bardavom qilsin. Alloh taolo barakot bersin. Demak, xo'p. Yana bir narsa aytmoqchiman shu yerda fursatdan foydalanib. Bu kitobda yana shaxslar, ya'ni o'sha xabaringiz bor, 1943-yilda dinga erkinlik berilgan, o'sha Ulug'vatan urushlar. Shunda masjidlarimizni ochilishiga sabab bo'lgan insonlarni axloqiga urg'u berganmiz. Chunki ularning xizmati katta bo'lgan. Barakalloh. Ularni ham bir e'tirof qo'yish kerak. Endi kitobda bir ma'lumot berilgan. O'shalardan endi Chapat hoji domla, Allohxon To'ra domla
Mulla Maqsud domla Olaydan bu kitobga ham kiritilgan, Tumatang qishlog'idan. Bular o'sha qaytaryapmiz, siz yaxshi bilasiz, siz oldingizda buni gapirish. O'sha din qattiq bo'lib turgan mahalda bular dinimiz uchun xizmat qilgan odamlarni shu kitobga kiritdik. Bularning xizmatlarini bir e'tirof qilishlik bizni burchimiz. Albatta. Bular endi biz tug'ilmasdan turib o'lib ketgan aslida, masalan, siz bilan biz lekin bularda tarixda qolishligi, bularni doimiy duo qilishimiz bizni avlodlarda farzi deb o'ylayman. Albatta. Burchingizni ado qildingiz. Inshaalloh. Hop, so'zimni nihoyasida men boshida boshlaganim jumla bilan nihoyali, ya'ni biz yuqorida fidoyilik dedik, ya'ni patriot dedik. Patriotlik degani u o'sha bayroqni bir kunda ko'tarib qo'yib yoki ma'lum bir kunda biz milliyligimizni ko'rsatib qo'yib qolgan kunda bu vatanga, elga, yerga foydamiz tegmasa, unda o'zimizni aldagan bo'lamiz. Ustozlarimiz aytgan gapi, birov kelib Qirg'izistonni o'nglab gullatib bermaydi. Hammamiz shu joyda yashar ekanmiz, hammamiz o'zimizni avvalo o'nglab, atrofimizni o'nglab borar ekanmiz, o'z-o'zidan yurt o'nglanadi degandek. Uni nimaga aytdim? Siz patriotlik vazifangizni bajaribsiz va bundan keyin ham buni bajaravering. O'tgan ajdodlarning ruhi rozi bo'ldi, inshaalloh umid qilamiz, shod bo'ldi va albatta buni o'qigan har bir inson kamida, biz hozir masjidda turibmiz, Odiljon aka, hozir siz kelganingizda men nima dedim? Tahorat qilib chiqdim dedim. Bexabar edim hozir kelishingizdan. Tahorat, yangi tahoratda siz bilan uchrashdik va minbarda turib tahorat holatda qo'limizga kitobni olar ekanmiz. Buni albatta har bir o'qiyotgan odam buni ichida nomlari bitilgan buyuklarni eslaganda haqqiga duo qiladi. Bunga siz sababchi bo'ldingiz. Inshaalloh. Alloh xizmatlarini bardavom qilsin. Endi bitta duo qilasiz. Yo'q, siz domla siz oldingizda. Amin, ya Rob. O'zingni baytingda turibmiz. Ramazon oyida turibmiz. Avvalgi rahmat dahasi o'tib, mag'firat dahasiga kirdik. Ya'ni Ramazonni 3dan biri ketdi. Ya Rob, bu oy bizlardan rozi bo'lib kelib, rozi bo'lib ketgan bo'lsin. Sen ham bizlardan rozi bo'lgin, ya Rob Parvardigor. Qancha yillik tarixga ega bo'lgan bu Qirg'izistonda hududda joylashgan mintaqasidagi O'sh shahrida turibmiz. Necha ming yillik tarixi bor. Bu joydan qanday zotlar o'tdi? Ya Rob, ularni o'zing rahmatingga olgin. Ularning nomlarini, qilgan xizmatlarini, mehnatlarini keyingi avlodga yetkazishga xizmat qilib kelayotgan shu bugungi kungacha qalam tebratgan ustozlarimizni o'zing rahmatingga ol. Hayot turganlarini, shu qatorda jumladan bu Dadajonov Odiljon akamizni qilayotgan xizmatlariga o'zing rivoj, fayz, barakot bergin. Barcha ustozlarimiz diniy sohada bo'lsin, dunyoviy sohada bo'lsin, maktabdagi muallimlarimiz bo'lsin, kerak bo'lsa devor urishni, tom yopishni o'rgatgan muallimlarimiz bo'lsin, barchalarini o'tganlarini Robbim o'zing rahmatingga ol. Hayot turganlarini salomat qil va albatta duolarimizni nihoyasida ota-onalarimizni haqlariga duo qilamiz. Ya Rob, ular bizlarning vujudimizga sababchi bo'ldilar. Kunini tunga, tunini kunga ulab bizlarni baxtli saodatli yashashligimiz uchun xizmat qildilar. Onalarimiz ko'kraklarini, ya'ni qalblarini bizlarga joy qilib berdilar. Otalarimiz esa yelkalarini ulov qilib berdilar. Ularni o'tganlarini Robbim o'zing rahmatingga ol, qabrlarini nurlantir. Hayot turganlarini xizmatlarini qilib duolarini olishni barchamizga nasib ayla. Odiljon aka, sizga Alloh taolo oilaviy xotirjamlik, baxt, saodat, ofiyat va mana shunday qilayotgan xizmatlarini Alloh taolo bardavom qilib o'zi ilhom bersin. Va ko'p mana shu suhbatlarimizda siz bilan shunday ajib bir suhbatlarni ustida jamlanishni Alloh nasib qilsin. Bi rahmatika ya Alloh. Alloh qabul qilsin. Xush kelibsiz. Rahmat domla.